Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda Urganch shahrida zamonaviy tipda qurilgan binomizning 5-qavatida bir xonali kvartiramiz ijaraga chiqdi. Lokatsiyamizdagi Urganch davlat universitetini. Endi Kuveytda chorrahas biz ekan bo'ladi, obunachilar. 7 marshrutkamiz bonimizda garajga bo'yasa, shahar shifoxonasini. Endi doğru Spy'dan obzor qilsak. Kanalımızda en güzel like isten çıkmasa obunachilarimiz. Benim üstüne Spy'nin trezor zonamız var ekan. Xullas ajoyib. Joyini taxlab qo'ydi mulk egasi. Xullas kelinglar, ko'ringlar. Faqat shu bolodimi 2,5 million so'm obunachilarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, o'zingiz kelib savdolashasiz. Liftda ega liftlarni kuzatib o'tamiz. Ko'p odamlar lift ishlaymaydi dedi. Hem medazı zamanı liftlerine zöttüler, qayta rekonstruksiya qurdilar. Podizimizda 4 xo'jalikdan iborat ekan. Ya obunachilarimiz. Yine liftler işlet tuttu. Belkiler ölçeğimizde kafel boğan. Sanatörlerimiz yine. Aristollarımız, rakoylarımız var yine. Balli, mutazlarımız. Aşxanamız yine. Aşxanamızda yine acayipından çok oyunu koyulgan ekan. Xaladinligimiz Xantaxta dokonturnik hotelimiz. Şunda 5. qavat, bir xanalı. 2 xana etilgan. 2.500.000 kim qiziq bo'lsa telefon qilasiz. 99 074 46 41 90 423 06. Lokatsiya Urganch davlat universiteti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.